Sherali Akmanov kanalini kuzatuvchilar, qolaversa Sarvar studiyasi kanalini kuzatuvchilari, do'stlar, sadoqatlarimiz, bugun biz ustozimiz Ahmadcha Yusuf xonadonida sunnat to'y munosabati bilan bugun tashrif buyurdik. Sarvar va Umidaxon farzandlari mashhurlikni qo'lini xollab sunnat to'y berayotgan ekan. Sunnat to'ylar qumolik bo'lsin. Qolaversa mana ukamiz Sanjarbek Yurilik kafesini yanada qayta jihozlab, mana elimizga yaxshi xizmat qilish maqsadida to'yxona qilib, kengaytirib, elimizga bir xizmat qilyapti. Avvalambor mana shu ukamizga ishlarga omad tilaymiz. Mana shu Yurilik kafeda hamisha to'yxona bo'lsin, yil bo'yi to'yxonada boshi to'ydan ayrilmasin deymiz. To'ylar mana shu kafe bo'lsin, to'yxona bo'lsin, Sanjarni ishlariga ham rivoj tilab qolamiz. Ustozimizga ham to'ylar o'ng bo'lsin deymiz. Mana shu mashhurbek axtiqlarni, Xudoyim yaxshi kunlarni, to'ylarni ko'rish nasib qilsin deymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bugungi sunnat to'y qolaversa mana shu Yurilik kafesining qayta hozir mana elimizga yanada shilam qilib, to'yxona qilib yaratibdi. Sanjarbekka yana bir bor omad tilaymiz-da. Xudo xolasa chiroyli fayzli to'y bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling.